Diqqat! O'zbekistonda muzqaymoq iste'mol qilgan va bolasiga ham sotib olib bergan ota-onalar ogoh bo'ling. Aholi muzqaymoq iste'molidan ogohlantirildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling. Ko'cha-kuyda belgilanmagan joylarda sotilayotgan muzqaymoqlar, ayniqsa frizerli uskunalarda tayyorlangan, ya'ni quyma muzqaymoqlarni xarid qilmaslik lozim. Bu haqida Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va Jamiyat salomatligi qo'mitasi aholini ogohlikka chaqirdi. Xabarga ko'ra, muzqaymoqlar Vazirlar Mahkamasining 407-sonli yuridik va jismoniy shaxslarni ro'yxatdan o'tkazishni hamda ular tomonidan savdo faoliyati amalga oshirishni tartibga soluvchi chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida belgilangan tartibda mahalliy hokimliklar tomonidan ajratilgan turg'un va ko'chma savdo nuqtalarida sotilishiga ruxsat etiladi. Yumshoq frizerli muzqaymoqlar faqat turg'un savdo nuqtalarida sotilishi shart. Bildirilishicha, bunday holatlarda sotilmagan muzqaymoqlarni yeyish oqibatida ovqatdan zaharlanish, o'tkir yuqumli ichak kasalliklari kelib chiqishi mumkin, deyiladi xabarda.